Qashqadaryoning olis bir qishlog'ida Abdulla ismli iste'dodli bolakay yashardi. U she'r o'qishni, yangi so'zlar topishni, tabiatga quloq tutishni yaxshi ko'rardi. Bu bola ulg'ayib, oddiy so'zlardan sehrli satrlar yaratadigan shoirga aylandi. Bu shoir O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov. Uning she'rlari xalqimizning qalbiga juda yaqin. U vatan, ozodlik, mehr-oqibat va halollik haqida chiroyli va ta'sirli asarlar yozgan. O'zbekiston mustaqilligi e'lon qilingach, u davlat madhiyasi matnini yozdi. Bu madhiyadagi har bir so'z xalqimizni yuragigacha yetib borgan. Buxoroi sharifda ulg'aygan yana bir qobiliyatli bolaning ismi Mutal edi. U musiqa ohanglariga juda sezgir edi. Musiqa eshitganida uning ko'zlari chaqnab ketadi va qo'llari o'zi bilmay kuy ohangiga ergashardi. Yillar o'tib, u taniqli va o'ta mahoratli bastakorga aylandi. Mutal Burxonov haqida gap ketayotganini sezgandirsiz. Bu bastakor davlatimiz madhiyasini bastalagan. Madhiyadagi har bir nota bizdagi g'urur hissiyotlarini uyg'otadi. Mana shu ikki bola yurtimiz farzandi. Bugun ularning nomi tarixga kirgan deb bemalol ayta olamiz. Ular muallifligidagi madhiya esa eng muhim manzillarda, eng baland nuqtalarda, eng qadrli daqiqalarda jarang sochmoqda.